Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana bugun yana bir ishimizni yakunladik. Bu ishimizni ham Oltinko'l tumaniga olib kelib qo'yib berdik. Bir eski mijozimizni uylariga qo'yib berdik. Buni ham YouTubedan ishlarimiz kuzatib borgan ekan. Ishlarimiz yoqib aytdi, kelib chiroyli o'rnatib berib ketyapmiz. O'sha 4 ta oraliq bo'lgan. 2.70 dan bo'lgan oraliqlari har bittasi. Romlarimiz bo'yi 2 metr bo'lgan, eshigimiz bo'yi 280 bo'lgan. Ustunlarni alkafonda o'rab berdik. Akfa alyumin bo'ldi, zolotoy dub, yodiviy bir qavat oyna. Eshiklari yodiviy gulli bo'lgan. Ikkita joydan ochilishi bo'ldi buni. Hop, eshiklari yana termol ruchkalarimizni qo'yib berdik. Yopilishlari chotishdi. Ustunda alkafonda chiroyli qilib seli alkafonda o'rab berganmiz ana. Bitta liniyaga ip tortib qo'yib berdi chiroyli qilib. Ikkinchi kiradigan xotimiz. Ichkarini ham ko'rib beramiz. Ichkarlar 25 kun padagonga qo'yib berganmiz. Bu qatorga seli tushgan ustullarni ham chiroyli qilib o'tib ketdi. Okonlar tushganlardi. Har bitta orada ochilishi bor, bitta orada eshik bor. Padagonlar qo'yib, tagiga alkafonlar solib, rezinkalarni ham chiroyli qilib o'tkazib berdi. Yopilishlari cho'kchi xudo xolasa. Liniyasini liniyaga tortib berganmiz. Padagonlar ham o'zini haysivetida bo'ldi. Hop, общий kvadratiga chiqadigan bo'lsa 25 kvadrat ishimiz bor bu yerda. 14.700.000 olib kelib qo'ydik. Kvadrat 685 ta atrofidan tushdi. 585 ta atrofida tushdi, uzr. 585 ta atrofida tushdi kvadrati. Qimmatroq chiqqan sababi 4 ta oralida o'zi 2 ta ochilishi bo'ldi eshik. Mana bu ikkinchida chekada bitta ochilishi bo'ldi, shuning uchun qimmatroq chiqdi. Agar oralarda bitta ochilishi bo'lganda narxi ozroq chiqardi kvadratga tushganda. Shuna xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Musofirda aka-ukalar bemalol telefon qilib Telegram bilan ishlayapti. Razmerlar bersanglar hisoblab chiroq qilib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'linglar.